Bugun sizlar bilan moda va mediana haqida gaplashamiz. Moda nima va mediana nima? Birinchi shular haqida ma'lumot beramiz. Xo'p, birinchi navbatda mediana haqida gaplashamiz. Mediana nima? Mediana bu berilgan sonlarni qatorini o'sib borish tartibida yozganimizda o'rtada turgan sonimiz mana shu qatorni medianasi deyiladi. O'rtada turgani. Mana misol uchun birinchi savolda 3, 7, 9, 12, 15 kelyapti. Bular o'sib borish tartibida kelyapti va bularni qoq o'rtasidagi sonimiz 9 ni o'zi. Chunki bu yoqda ham ikkita son bor, bu yoqda ham ikkita son bor. Demak, mana shu 9 berilgan mana shu qatorning medianasi hisoblanadi. Lekin agar bizda 3, 2, 1, 6, 7 keladigan bo'lsa, mana shu qatorning medianasi nimaga teng bo'ladi desa, medianani topish uchun birinchi navbatda qiladigan ishimiz bu berilgan sonlarni o'sib borish tartibida joylashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Mana misol uchun eng kichkinasi 1, keyin 2, keyin 3, keyin 6, keyin 7 keladi. Demak, mana o'sib borish tartibida joylashtirganimizdan keyin qoq o'rtada turgan sonimiz o'zi bizda mediana bo'ladi. Xo'p, endi o'quvchida savol tug'iladi, bu hozir o'rtadagi sonni topsa bo'lyapti, lekin o'rtadagi sonni topsa bo'lmasa-chi domla desa, mana 1 2 3 4 qilib yozganimizda qoq o'rtada turgan son yo'q. Shunaqa vaziyatda nima qilinadi desa, unda qoq o'rtada turgan ikkala sonni, mana qoq o'rtada turgan ikkala son, ya'ni bundan ham bitta bu yoqda son bor, bundan ham bitta bu yoqda son bor. Qoq o'rtada turgan ikkala sonni qo'shib 2 ga bo'linib mediana topiladi. Ya'ni hozir buni qo'shsak 5, 5 ni 2 ga bo'lib yuborsak 2,5 bo'ladi. Demak, 2,5 mana shu 1 2 3 4 degan sonlar qatorining medianasi hisoblanar ekan. Xo'p, agar mana shu qator tartibsiz holatda bo'lsa, misol uchun aytaylik 9, 5, 3, 7 holatida bo'lsa, nima qilinadi? Birinchi navbatda mana shu to'ralasining medianasini topish uchun mana 5 bilan 3 ni qo'shib 2 ga bo'lib qo'ymaysizlar, chunki xato bo'lib qoladi. Birinchi navbatda qoidasi bo'yicha medianani topish uchun o'sib borish tartibida berilgan sonlarni yozib olish kerak. O'sib borish tartibida birinchi 3 keladi, keyin 5 keladi, keyin 7 keladi, keyin 9 keladi. Mana yozib olganimizdan keyin o'sib borish tartibida, keyin qoq o'rtadagi ikkala sonni qo'shib 2 ga bo'lib mediana topiladi. Mana. Hop, 5 ga 7 ni qo'shib yuborsak 12, 12 ni 2 ga bo'lsa 6. Demak, 6 mana shu sonlar qatorining medianasi hisoblanar ekan. Xo'p, endi ikkinchi savolga e'tibor beramiz. Ikkinchi savol emas, uchinchi savolga e'tibor beramiz. Mana shu sonlar qatorining medianasi nimaga teng deyapti? Demak, 1 2 3 4 5 6 ta son bor. 6 ta son borligi uchun buni qoq o'rtasi mavjud bo'lmaydi. Qoq o'rtasi 6 bilan 8 dan iborat bo'ladi mana. Chunki bu yoqda ham ikkita son bor, bu yoqda ham ikkita son bor. Xo'p, endi medianani topish uchun demak 6 bilan 8 ni qo'shamiz va 2 ga bo'lamiz. 6 ga 8 ni qo'shsa 14, 14 2 ga bo'lsa 7. E'tibor bersanglar 6 degan javob ham bor variantda, 8 degan javob ham bor variantda, 7 degan javob ham bor variantda. Lekin bizda mana bu A javobimiz bilan 6 degan javobimiz bilan 8 degan javobimiz to'g'ri kelmaydi. Sababi qoidasi bo'yicha berilgan sonlar qatorining qoq o'rtasida turgan ikkalasini qo'shib 2 ga bo'lsa, keyin mediana chiqadi. Shuning uchun 7 degan javobni olamiz. Garchi 7 degan javob mana bu sonlar qatorida bo'lmasa ham, mana shu mediana bo'laveradi. Xo'p, endi medianani tushungan bo'lsak, endi modaga o'tamiz. Moda, sonlar modasi. Xo'p, demak, mana moda haqida gaplashamiz endi. Xo'p. Moda nima degani? Moda degani endi mana qoida qilib, qoida daftarlarga yozib olasizlar. Moda bu sonlarni o'sib borish tartibida yozganimizda, o'sib borish tartibida yozish ham shart emas buni. O'sib borish tartibida yozish shart emas. Sonlar qatoridagi eng ko'p qatnashgan son. Eng ko'p qatnashgan son mana shu sonlar qatorining modasi deyiladi. Mana misol uchun hozir 2, 4, 4, 6, 8 kelyapti. 2 bu yerda 1 marta, 4 2 marta, 6 1 marta, 8 1 marta qatnashyapti. Bu sonlar qatorining modasi deb nimaga aytiladi desa, mana shu sonlar qatorining modasi deb bu berilgan sonlar qatorida qatnashgan eng ko'p songa aytiladi. 4 mana eng ko'p sonda qatnashyapti. Demak, 4 degan javobni olamiz. Mana misol uchun mana unda 5 5 5 7 9.
9 bir marta, 7 bir marta, 5 3 marta qatnashyaptimi? Demak, sonlarning modasi deganda eng ko'p qatnashgani qaysi ekan desa 5. 5 degan javobni olamiz. Mana bunda sonlarning modasi nima ekan desa mana. Endi shunaqa qilib demak qolgan misollarni yechasizlar.